Bu hayotimizda eng kerakli masalalardan, bularni biz uncha e'tibor qilmaymiz. Abi Mas'ud radhiyallohu anhudan kishi aytadilar, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan bir safarga chiqdik. Safarda ketayotsak, bir tovuq jo'jalarini ergashtirib ketayotgan ekan. Chaqonlik qilib ikkita odam hali tovuqni orqasidan ketayotgan jo'jalarni olyapti. Tovuqda qo'rpayib dod deganda, men aytib qo'y, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamma hayvonni tilini tushunganlar. Hol ovozda gapirganni tilini bilganlar, boshqalar bilmaganlar. Payg'ambarimizning mo'jizalaridan bittasi shu. Hayvonni tilini tushunganlar. Hali nola qilardi-da tovuq, shunda to'xtadilarda, bolalarini oldinglarmi? Ha, ikkitasini qo'shib qo'y. Qo'shib qo'y bolalarini. Bolangdan judo bo'lsang qandoq bo'ladi? Qo'yib qo'y bolangni, qo'shib qo'y bolalarini dedilar. Darrov qo'shtirib qo'ydilar. Rahmdil bo'lsalaring-chi dedilar. Keyin bir qishloqqa kelsalar, chumolilarni iniga o't yoqib yuborishibdi. Qishloqning odamlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innahu la yanbaghi an yu'azziba bin-nar illa Rabbun nar." Hay jonivorlarni, Xudoni yaratgan maxluqlarni o'tda yoqmang. Siz qattiqroq sizni o'tda yoqib qo'yadi Alloh. Yondirmang ularni, iniga o't qo'ymang dedilar. Insoniyat unga bergan aqldan foydalanib juda ko'p qirg'inni o'ylab topishadi. Birinchi qirg'inni-ku odamga o'ldirish. Pichoq ixtiro qildi, nayzani ixtiro qildi, kamonni ixtiro qildi, to'pponcha, miltiq, avtomat, undan balo battarlari. Shu oralikda insoniyat hayvonlarni ham o'ldirish oson yo'llarini yo'qotish, qirg'in qilish. Bu narsalarning oxiri o'chi bor. Oxiri bir uvoli borki, bu narsalardan tiyilmagan insonlar to'laydi shu narsalarni joni bilan, hayoti bilan.